Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi darsimizda biza o'qituvchilar, ekspertlar o'zini onlayn kurslarini ishlab chiqib, ularni sotish orqali qanaqa qilib yuqori daromadlar qilsa bo'ladi. 5 ming, 10 ming, 20 minglab o'zi komandasiz ishlagan holda sotuvlarni amalga oshirsa bo'ladi. Bugun shuni qadamlarini sizlarga o'rgataman. Ya'ni kurs yaratishdan tortib auditoriya yig'ish, sotuv, target, qanaqa qilib insonlarga sotish mumkin, sotuv skriptlari qanaqa bo'ladi, hammasini bugun ushbu darsda sizga o'rgataman. Dars ko'rgandan keyin siz bemalol o'zingizni kurslaringizni yaratib, o'zingizni produktingizni ishlab chiqib, ularni sotuvga qo'ya olasiz. Va eng muhimi, maksimal xarajat tejagan holda minimal byudjet bilan zo'r natijalar qilishni sizga bugungi darsda o'rgataman. Keling, avvalo tanishib olsak, ismim Doniyor. 26 yoshman. Shu kungacha turli ekspertlar bilan ishlab, 700 ming dollardan oshiq sotuvlarni amalga oshirganman. Ekspertlarimga shunaqa raqamdagi sotuvlarni qilib berganman. Bu yerda men ishlagan ekspertlarni ko'rishingiz mumkin. Mirzakarim Norbekov, juda ham katta psixolog, kitoblari bestseller bo'lgan Yevropada. Shohruh Norbekov, ular farzandi, Aziza Tashxo'jayeva, psixolog, Oydunoy Yusupova va Rustuli Umida. Va shu kabi kichkina ekspertlar ham bu yerda bor. Ular bilan ham ishlab yaxshi natijalar ko'rsatganmiz. Siz ham shu ekspertlar qatorida bemalol bo'la olasiz. Hozirda internet bor, Instagram bor, megabaytlar juda ham arzon. Shunchaki siz telefoningiz kamerasini yoqasiz, o'zingizni bilimingizni odamlarga ulashasiz, auditoriya yig'asiz va sotasiz. Bugun nimalar haqida gaplashamiz? Bugun qanaqa qilib kurs yaratiladi o'zi? Auditoriya qanday yig'iladi? Auditoriya yig'ishi etaplarini, instrumentlarini ko'rib chiqamiz. Reklama qanaqa qilib ishga tushiriladi? Qanaqa reklama qilish kerak o'zi? Sotuv qanaqa qilib sotaman? Sotuv etapi, sotuv jarayoni, sotuv skriptlarini qanaqa tuzaman? Va jamoa, sizga qanaqa jamoa kerak bo'ladi? O'zi jamoasiz ham zapusklarni, o'zingizni kurslaringizni ishlab chiqib sotsa bo'ladimi? Shular haqida bugun gaplashamiz. Bugungi darsimiz kimlar uchun? Birinchi navbatda o'qituvchilar. Siz ingliz tili, matematika har xil fanlardan o'qitasiz, repetitorlik qilasiz. Xuddi shu kabi o'qituvchilar uchun bugungi darsimiz ma'qul bo'ladi. O'zini produktini ishlab chiqib sotuvga qo'yishni o'rganishadi. Shuningdek, trenerlar, siz har xil trener bo'lishingiz mumkin. Ozish bo'yicha yoki semirtirish bo'yicha, massani chiqarish, mushaklarni kuchaytirish, o'sha trenajyorda trenerlik qilishingiz mumkin va bular ham o'zini kurslarini, onlayn kurslarini ishlab chiqib, juda ham katta daromad qilsa bo'ladi. Mana oddiy misol, Ahad Xudoyorov degan inson bor. Ular hozir juda ham mashhur. Podpiskali kanali bor. O'zi podpiskali kanalini narxi 47 ming so'mmi, shunaqa turadi. 47 yoki 97 ming so'm. Har oyda oylik mana odamlar bo'ladigan o'sha kanalda oyiga kamida 1000 ta odam bo'ladi. Bu degani 1000 ta odam har oy unga pul to'layapti degani. Endi 1000 ga 47 ming so'm ko'paytirib ko'raversanglar bo'ladi. Bu 47 million so'm pul bo'ladi. Sizga har oyda shunaqa summa kelib tursa, bu juda ham yaxshi natija. Va psixologlar bo'ladigan bo'lsa ham, ularga ham o'zini kurslarini ishlab chiqib sotishda, konsultatsiyalarni sotishda bu narsa qo'l keladi. Istalgan bilim yoki ko'nikmasini sotishni xohlovchilar, mobilograflar bo'lishi mumkin, zamonaviy kasb egalari bo'lishi mumkin. Ular ham bu darsni ko'rsa, ular uchun ham manfaatli bo'ladi. Aslida eng ko'p maoshga haqli insonlar bular ustozlar. Chunki ustozlar kelajak quradi. Farzandlarimizni, ukalarimizni hammasini tarbiya qilib, eng boshlang'ich bilimni beradigan insonlar, hayotga tayyorlaydigan insonlar bular o'qituvchilar. Shuning uchun men bu darsni ishlab chiqdim. O'qituvchilar yaxshi daromad qilsa, o'zini ustida ishlasa, kam ishlab ko'proq pul topsa, ishlashga ketkazadigan energiyasini yanada o'rganishga, yangi metodlar, yangi metodikalar ishlab chiqishga sarflasa, bu faqatgina bizni jamiyatimiz uchun plyus bo'ladi, bizni jamiyatimiz rivojlanishiga. Meni ham qachondir farzandlarim katta bo'ladi, ular uchun ham ustozlar kerak bo'ladi. Ular bilan bir qatorda birga o'sha rivojlansa insonlar, bu juda ham yaxshi natija bo'ladi. Shu sababli bu darsni ishlab chiqdim. Ko'pchilik o'qituvchilar o'ylaydi, yaxshi daromad qilish uchun ko'proq ishlash kerak.
kurs yaratib sotish uchun jamoa kerak. Marketingni tushunmayman, qanaqa qilib sotishni bilmayman deyishadi. Bu shunchaki sizni miyangizdagi bu bahonalar. Sizni miyangizdagi baryerlar hisoblanadi bular. Aslida unaqa emas. Mana bitta 23 yoshli rus tilidan kurs sotadigan rus tili o'qituvchisini bilaman. U o'ziga yaqinda BMW mashinasini sotib oldi. Qaranglar, yaxshi daromadga chiqish uchun eng yaxshi model bu onlayn kurs ishlab chiqish. Chunki bir marta yoza olasiz, yillar davomida sotasiz uni. Arenda, joy shart emas. Uydan chiqmasdan turib, siz onlaynda o'quvchilaringizni Telegram orqali, Zoom orqali o'qitishingiz mumkin. Istalgan joydan turib o'qitish imkoniyati. Siz sayohatlarga ketishingiz mumkin, qayergadir mehmonga borishingiz mumkin va hokazo. Bu uchun ham sizga juda ham katta erkinlik beradi. Inson uchun o'zi eng katta ne'matlardan biri bu erkinlik. Istalgan joyda turib ishlasangiz, xohlagan vaqtingizda tursangiz, xohlagan vaqtingizda uxlasangiz, bu eng yaxshi zo'r ne'mat. Dunyoning har burchagidan o'quvchi yig'a olasiz. Ya'ni sizda aynan mana shu territoriyadan o'quvchi yig'ishim kerak degan baryer bo'lmaydi. Butun O'zbekistonga reklama yoqsangiz bo'ladi. Butun O'zbekistonga kontent kerak bo'lsa, butun dunyoga o'zingiz kontentingizni, o'zingiz kurslaringizni chiqarsangiz bo'ladi. Kam energiya ketadi. Borib kelish vaqtlari bo'ladi. Dars o'tish, fizический dars o'tishga odam qiynaladi. Bitta joyda o'tirib, mana bunaqa kompyuter ushlab olib, xuddi mana shunaqa video dars qilib o'tish bu oson. Chunki bir marta yoza olasiz, uni aylantirib sotaverasiz. Xuddi shu bilim. Nimaga qayta uni yana o'tib yurish kerak? Bir marta video dars qildingiz, sotdingiz. Oddiy matematikani ko'rsataman hozir, ya'ni onlayn kurs orqali o'zi qanaqa daromad qilsa bo'ladi. Misol uchun aytaylik, kurs narxini siz $20 qilib belgiladingiz. Aslida hozir bozorda oddiy rus tili kursi bo'ladimi, ingliz tili kursi bo'ladimi, bu 8000 so'mdan boshlanadi tepasi. Xo'p, siz $20 qiling, minimal narx qildingiz. $1000 daromad qilish uchun sizga atigi 50 ta o'quvchiga dars o'tishingiz kifoya bo'ladi. Ya'ni 50 ta o'quvchi yig'siz, bir oyda siz $1000 daromad qila olasiz. Bu degani atigi bir kunda 1,5 ta odamni o'qishga ko'ndirsangiz kifoya. Ya'ni 1,5 ta odamga kurs sotsangiz, bu degani 2 kunda 3 ta odam bo'ladi. 2 kunda 3 ta odamga kurs sotsangiz, siz bir oyda $1000 daromad qila olasiz. Bu raqamlarni men eng minimalini oldim. Bundan ko'p sota olasiz bemalol. Haftasiga 50 talab sotsa bo'ladi. Shuncha plyuslarini aytdim sizga va buni minuslari ham bor, ya'ni qiyinchiliklari bor. Bu yo'nalishga kirgandan keyin, onlayn kurs sotgandan keyin birinchi boshida ko'p sotilmasligi mumkin. Ya'ni onlayn kurslar ishlab chiqdingiz, sotishni boshladingiz, 5 ta, 6 ta, 10 ta sotilib turishi mumkin. Bu yomon natija emas. Boshida ko'p sotilmasligi bu tabiiy. Darsni yozib chiqishda ko'p vaqt va energiya sarflaysiz. Ya'ni boshida siz kursingizni ishlab chiqib, unga 30 ta, 40 ta video dars yozib chiqishingiz uchun sizga bir hafta kerak bo'lsa, bir oy vaqtingiz ketishi mumkin. Bu vaqtda sizdan juda ham katta energiya talab qilinadi va bu joyida siz charchab qolib turib, bu ishni to'xtatib qo'yishingiz kerak emas. Kichik xarajatlar chiqishi mumkin, ya'ni operatorga, montajyorga to'lashingiz mumkin, programmistga nimadir saytlar, botlar yaratib berish uchun pul to'lashingiz mumkin. Kichik xarajatlardan qochish kerak emas, chunki bu xarajat emas, investitsiya. Ko'proq izlanasiz, chunki kreativ bo'lishingiz kerak. Onlayn kurslar bozoriga kirgandan keyin siz bir xil tempda keta olmaysiz, chunki raqobatchilaringiz bor va o'quvchilar onlaynda tez zerikib qolishi mumkin. Hozirda bilasizlar, faqat reels ko'rib odamlar nimadir o'rganmoqchi bo'ladi, reels ko'rib yurishadi, 1 minutga o'rganib qolgan. Shu sababli siz ko'proq izlanib, ularga kreativ narsa berishingiz kerak bo'ladi. Gamifikatsiyalar qilishingiz kerak bo'ladi va bunda sizdan yana energiya talab qilinadi. Mana shu qiyinchiliklardan o'tib olganingizdan keyin hammasi osonlashadi, daromadingiz oshishni boshlaydi, energiyangiz kam ketishni boshlaydi. Xo'p, endi asosiy kastimizga kelamiz. Kurs yaratish. Kurs yaratish jarayoni qanaqa kechadi? Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, hozir repetitor qiladigan bo'lsangiz, bu juda ham zo'r. Hozir qanaqa stilda dars berayotgan bo'lsangiz, xuddi shuni o'zini prezentatsiya qilib turib, video dars qilib yozasiz. Agar oldin kurs qilmagan bo'lsangiz, auditoriyani aniqlab olasiz va men aytgan promptni hozir sizga AI orqali produkt yaratishni o'rgataman. O'sha men bergan aytgan promptni
sun'iy intellektga berasiz, u sizga produkt yaratishda mundarija qilib yozib etaplarini chiqarib beradi. Va AI sizga bergan dasturni takomillashtirasiz. U sizga bitta dastur tuzib beradi. Men misol uchun matematika o'qituvchisiman. Menga 1 oylik mana bunaqa trigonometriyani o'rgatish bo'yicha kurs yozmoqchiman. Unga dars dasturini menga yozib ber. Nimalarni o'rgatay, nima etaplardan o'tishim kerak deb. Xo'p, AI bo'yicha o'tib oldim. Endi hamma uchun bitta narsani inobatga oling. Hamma uchun kurs yaratmang. Chunki hammaga sotishga harakat qilgan odam oxir-oqibat hech kimga sota olmaydi. Misol uchun Prezident maktabiga tayyorlov. Siz ingliz tili o'qituvchisiz. Faqatgina Prezident maktabi uchun tayyorlamoqchisiz bolalarni. Xuddi shunaqa kurs nishalashib, kurs ishlab chiqishingiz kerak. Misol uchun psixolog bo'lsa, oilani mustahkamlash bo'yicha yoki pulni ko'paytirish bo'yicha nimadir qilishingiz mumkin. IELTS speakingni 8+ ga olib chiqish, 1 oyda 5 kilogramm vazn tashlash yoki vazn olish bo'yicha aniq nishaga yo'naltirilgan produktni, kursni ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Bo'lmasam, hammaga sotmoqchi bo'lsangiz, hech kimga sota olmaysiz. Chunki maqsadli auditoriyani aniqlashingiz qiyin bo'ladi. Xo'p, endi auditoriyani qanaqa yig'aman? Menda o'qimoqchi bo'lgan odamlarni qanday yig'ib olishim mumkin deyishingiz mumkin. Instagramga qanaqa obunachi yig'aman? Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda boridan foydalanasiz. U sizda allaqachon bor. Siz dars o'tib yurgan bo'lsangiz, maktabda yoki kollejda, universitetda bo'lishi mumkin, repetitorlik qilib yurgan bo'lishingiz mumkin. Qayerdadir dars o'tib yursiz, sizda allaqachon auditoriya bor. O'qitib yurgan bolalaringiz, hamma sizni boshqalar taniydi, odamlar, va o'sha auditoriyadan foydalanib, ularga o'zingizni reklama qilishingiz mumkin. Men mana bunaqa onlayn kurs ishlab chiqdim. Davay o'qi, senga mana bunaqa skidka qilib beraman. Onlaynda olsang, qayta ko'rib, tushunmagan joyingni tushunib olishing mumkin deb turib, bor auditoriyangizga sotsangiz bo'ladi. Ikkinchisi, Instagramda blog ochasiz. Instagramda shunchaki Instagramni olasiz, telefonni Instagramni ochasizda blog yurg'izishni boshlaysiz. Hozir sizlarga blogga qanaqa kontent qilishni ham o'rgataman. Eng oson usulini. YouTube'ga bepul darslar joylaysiz, darslaringizni syomka qilib qarang. Syomka qilganda kamera operator bo'lishi majburiy emas, u narsa shart emas sizga. Oddiy bitta telefonda ham syomka qilsa bo'ladi. iPhone 11 bo'ladimi, 10 bo'ladimi, hech 10 yo'q. Syomka qilsangiz bo'laveradi telefonda. Xo'p, telefoningiz ham bo'lmasa, shunchaki kompyuteringizni ochasiz, zoomni yoqib turib, ekran zapis qilib ham dars o'tsa bo'ladi. Telegram kanal ochib, auditoriya yig'sangiz bo'ladi. U yerda ham o'zingizni postlaringizni, o'zingiz bilimlaringizni ulashib, kanalga odam tortasiz. Va Telegram bot. Bitta hozir sizlarga Telegram bot ko'rsataman. Mana bu yerda Telegram bot bor. Mana biz hozir ochaman. Arab tili bo'yicha Telegram bot qilganmiz. Bu botni atiga $20 ga qildirganman. Ya'ni 250 ming so'm atrofida bo'ladi. Qaranglar, botni referal qilganman. Botga podpiska bo'ladi odamlar. Botga podpiska bo'lgandan keyin ularga xabar keladi. Mana bu silkani odamlarga jo'natib, botga odam yig'sang, qancha ko'p yig'sang, senga link beraman, bepul darsda qatnashasan arab tili bo'yicha Ramazonda deb turib, mana botimizga 2000 dan oshiq odamni shunchaki $20 evaziga yig'ib olganman. Odamlar bir-biriga tarqatib, ham Telegram kanaliga 1000 dan oshiq odam qo'shilgan, ham Telegram botga 2000 ta odam yig'ib olganmiz biz. Atiga $20 pul sarflash evaziga. Ikkita abetni puli. Xuddi shunaqa qilib Telegram bot va kanallaringizga auditoriya yig'sangiz bo'ladi. Xo'p, eng ko'pchilikga qiyin bo'ladigan chastiga keldik. Ya'ni Instagramga auditoriya yig'ishni hozir o'rgataman. Instagramga auditoriya yig'ish uchun siz shunchaki kontent qilishingiz kerak, o'zingizni sohangiz bo'yicha. Xo'p, kontentga ideyani qayerdan olaman deb ko'pchilik muammo qiladi, bahona qiladi. Kontentga ideyani shunchaki hozir biz rivojlangan, sun'iy intellektlar juda ham top darajaga chiqib ketgan, inson qila olmaydigan narsani qiladigan darajaga chiqqan zamonda yashayapmiz. Sun'iy intellekt orqali siz kontentlarga ideyalar olib, ssenariylar olsangiz bo'ladi. Buni qanaqa qilishni ham hozir sizlarga darsim davomida o'rgataman.
yechim sun'iy intellekt, ya'ni ChatGPT, Gemini, Cloud bor, DeepSeek bor. Mana shu to'rttasidan foydalanib, bular o'sha tekst bilan ishlash bo'yicha yaxshilar. To'rttasidan foydalanib siz kontentingizni qilsangiz bo'ladi. Sizga qaysi bir qulay bo'lsa, o'shada kontentga ideya olsangiz bo'ladi. Eng yaxshisini aytaman sizlarga, ChatGPT bilan Gemini bilan ishlasangiz bo'ladi. Cloudda ham bor, lekin Cloud sizni ozgina o'rganib olishiga vaqt ketadi. O'shaning uchun ChatGPT ko'p odam ishlatadi, o'shani ishlatsangiz bo'ladi. Endi kontent qilish uchun qanaqa prompt beramiz? Mana sizga prompt berishni tayyor shablon qilib qo'yganman. Misol uchun, men falon fan o'qituvchisiman. Instagram orqali o'zimning auditoriyamni yig'ib, kelajakda onlayn kurslarimni sotmoqchiman. Mening maqsadli auditoriyam kimlar? Misol uchun, maqsadli auditoriyangizni aytasiz. Mening maqsadli auditoriyam bu Prezident maktabiga kirmoqchi bo'lgan bolalarni ota-onalari yoki bolalar deb turib berishingiz mumkin. Bu yerda misol uchun IELTS topshiruvchilar, maktab o'quvchilari, ota-onalar. Menga Instagram uchun 30 kunlik kontent reja tuzib ber. Kontentlar quyidagi maqsadlarga xizmat qilsin. Yangi auditoriya olib kelish, odamlarning muammolarini ko'rsatish, menga ekspert sifatida ishonch uyg'otish, mening kursimga qiziqish paydo qilish. Har bir kontent uchun video mavzusi, kuchli bir gap, hook, ya'ni boshida aytiladigan hook'i video ichida nima gapirishim o'shangacha yozib ber. Videoni oxirida harakatga chaqiruvchi call to action yozib ber. Xuddi mana shu promptni o'zingizni shunchaki kopiya qilib turib, faningizni nomini kiritib, sun'iy intellektga beradigan bo'lsangiz, bu sizga o'sha 30 kunlik kontent rejasini, ssenariylarini chiqarib beradi. Bu yerda yana bitta prompt bor. Tak, ikkinchi prompt, uchinchi prompt, to'rtinchi prompt, beshinchi prompt. Siz o'zingizga qulay xohlaganingizni olib, unga berib, 5 ta sun'iy intellektga 5 xilini berib, ideya olsangiz bo'ladi. Bu unaqa qiyin narsa emas. Xuddi shu kabi promptlarni berib, o'zingizga kontent uchun ideyalar tuzib olsangiz bo'ladi. Birinchi oyga tuzdingiz, xo'p, ikkinchi oyga yana prompt berasiz. Va yana bitta narsani inobatga olinglar. Faqatgina sun'iy intellekt bo'lib qolmang. Undan olgan ideyangizni takomillashtiring. O'zingizning ideyalaringizni qo'shib, ikkalasini birlashtirib kontent chiqaring. Chunki sun'iy intellekt bo'lib qolsa, birinchidan bu yolg'on bo'ladi, o'z bilimingiz emas bu. Ikkinchidan tabiiylik yo'qolib qoladi. O'shaning uchun sun'iy intellektdan ideya olib turib, uni takomillashtiring. Xo'p, reklama. Reklamani eng yaxshi ishlaydigani, arzonga tushadigani, osoni bu target yoqish. Target uchun videolar qilasiz va uni targetga yoqasiz. Xo'p, varonkasi o'zi qanaqa ishlaydi mana? Target reklamasini ko'rdi, o'zingizlar ham ko'rgansizlar. Knopkani bosdi, saytga o'tdi, sayt yaratasiz. Saytga o'tdi. Sayt orqali kontakt qoldirdi va sotuv telefon qilib turib o'zingiz sotasiz yoki sotuvchi sizga sotib beradi. O'zingiz sotganingiz yaxshi boshida, chunki xarajatni biz tejashimiz kerak. Agar sizda byudjetingiz bor bo'lsa, sotuvchiga sottirganingiz ham yaxshi. Xuddi shunaqa varonkada ketadi. Demak, target reklamasini ham xuddi shunaqa boya aytganimdek promptlar berib, sun'iy intellekt orqali yig'ib olsangiz bo'ladi. Ya'ni target kreativlarga ssenariy yozdirsangiz bo'ladi sun'iy intellektga. Sun'iy intellektga berasiz, men shu fan o'qituvchisiman, menga target videolari uchun kreativlarga ssenariy yozib ber 10 ta. Xo'p, saytga keldik. Saytda nimalar bo'ladi? Ya'ni saytni qanaqa qilamiz? O'zimizni saytni. Buni ham sizga hech qanaqa developersiz, programmistsiz qilishni o'rgataman. Bitta prompt berasiz, sizga tayyor sayt yasab beradi mana. Buning uchun siz lovable.dev saytiga kirasiz. O'sha sayt yasab beradigan sun'iy intellekt. Unga prompt berasiz. Men shu fan o'qituvchisiman, meni kursim bor, kursimni narxi mancha. Menga shunga moslab sayt yasab ber. O'zingizning rasmlaringizni ham kiritsangiz bo'ladi. Uni juda ham sodda qilgan, men ichini ochib o'rgatib o'tirmayman. Shunchaki ichiga kirib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ldi. O'shani o'zi yetadi. Juda ham sodda, qilish oson unda. Xo'p, saytimiz tayyor bo'ldi deylik. Endi reklama yoqish jarayoni bo'ldi. Reklamamiz ketdi. Targetologga berib reklama yoqtirdingiz. Reklama yoqtirdingiz, endi sotuv etapi.
qanaqa qilib sotamiz? Sotuv etapini. Birinchi o'rinda sizga sotuv skripti kerak bo'ladi. Qarang, saytdan nomerlar tushgan. Hozir sizda nomerlar bor. Unga telefon qilib chiqasiz. Telefon qilasizda, men shu fan o'qituvchisiman, nomer qoldirgan ekansiz. Vaqtingiz bo'lsa, hozir sizga o'zimni dasturimni, kursimni tushuntiraman, ma'lumot beraman. Yoqsa o'qiysiz, yoqmasa o'qimaysiz degan mazmunda savol sotasiz sotuv skripti bilan. Va sotuv skriptini tuzish bo'yicha ham mana bu yerda bizda anaqa sun'iy tuzib bergan narsa bor. Men matematika fani o'qituvchisiman. Menda nomli kurs bor, matematika pro kursi bor. Kurs haqida ma'lumot, kursning narxi, davomiyligi, qanaqa natija olib keladi, kimlar uchun, direct yoki Telegram yozishmalarda ishlatish uchun sotuv skripti tuzib ber. Skript quyidagicha bosqichlarda bo'lsin: salomlashish, aloqa o'rnatish, mijozning ehtiyojini aniqlash uchun savollar, mijoz muammosini ochib berish, kursni mijoz ehtiyojiga mos taqsim qilish, kurs qiymatini tushuntirish, sotuvga olib keladigan yakuniy taklif. Xuddi shu promptda agar siz bersiz sun'iy intellektga, buni men o'zim yozib ishlab chiqqanman bu promptda. Tayyor prompt berasiz, sizga sotuv skriptini tayyor qilib tuzib beradi. O'sha orqali gaplashib sotaversangiz bo'ladi boshida, keyin o'zingiz moslashib ketgandan keyin bemalol skriptsiz ham sota olasiz. Va sotuvda yana bitta narsani inobatga olaylik. Telefon qildingiz, gaplashdingiz, o'ylab ko'raman dedi, misol uchun, siz kelishuvga olib boring sotuv oxirida. Xo'p, o'ylab ko'rasiz, kim bilan o'ylab ko'rasiz, kim bilan maslahatlashasiz? Dadam bilan, oyim bilan maslahatlashaman dedi. Xo'p, qachon maslahatlashasiz? Sizga qachon yana aloqaga chiqing. Ya'ni oxirida kelishuv bo'lishi kerak. Shunaqa qilib kelishuv bilan yakunlang. Xo'p, endi sotdik deylik. Sizga nechtadir odam sotuv olmoqchi bo'ldi. Nima qilasiz? Unga Telegramdan bog'lanib, ma'lumotlar tashlab berasiz, karta nomer tashlab berasiz. Kursingiz haqida ma'lumotlar tekstini yozilgan bo'lsa, uni, prezentatsiyangiz bo'lsa, prezentatsiyani tashlab berasiz. Shu orqali karta nomeriga pul tushirib, siz kursni boshlanish sanasini ularga aytasiz va guruh linkini berasiz. Yopiq guruh ochib, Telegramda dars o'tirsangiz bo'ladi. Xo'p, shu bilan demak, noldan boshlab o'sha kurs yaratishdan tortib to sotuv yakunlanguncha bo'lgan jarayon xuddi shu narsadan iborat edi. Ya'ni bu eng sodda varianti. Webinarsiz siz bemalol kichikroq sotuvlarni amalga oshira olasiz. Agar bu yerda bergan hamma instrumentimni o'rganib qo'llaydigan bo'lsangiz, bemalol $1000 dan oshiq kurs sotuv qila olasiz. Va bitta eslatma sizlarga, har doim buni esinglardan chiqarmanglar, bunga amal qilinglar. Bilmagan narsangizni sotishga harakat qilmang. Ya'ni sizda yo'q bilimni odamlarga sotmoqchi bo'lmang. Bu juda ham katta xato, bu yolg'on, bu halol narsa emas. Ikkinchisi, ko'p va'da berib tashlamang odamlarga. Juda ham ko'p va'da berib tashlasangiz, oxirida uni bajara olmasangiz, sizdan ko'ngli soviydi, kimgadir sizni yomonlaydi, sizga juda ham katta yomon ta'sir qiladi. Birdan katta summani ishlashga harakat qilmang. Ya'ni oz kirdim, $50 dan sotsam, 100 ta odamga sotsam $5000 topib tashlar ekanman birinchi oy o'zida, $20 xarajat qilar ekanman. Bu ertak bu narsalar. Boshida o'zingizga juda ham katta kutuv qo'ymang, chunki unga erisha olmasangiz motivatsiyangiz tushib ketadi. Va vazvirat qilib bering. Agar sizni produktingiz, kursingiz kimgadir yoqmagan bo'lsa, albatta uni vazvirat qiling. Ya'ni pulini qaytarib tashlab bering u odamga, norozi qilmasdan. Yo'q, sen sotib olding, bo'ldi, endi o'qishing kerak degan narsa yo'q. Kimdir menga yoqmadi, qaytarib olmoqchiman pulimni dedimi, bo'ldi, qaytarib bering. Endi sizlarga maxsus taklifim bor meni. Shu yergacha kelgan bo'lsangiz, demak siz juda ham katta sabr egasisiz, juda ham katta o'zingizda xohish bor. Daromad qilishga, insonlarni o'qitishga, ularga bilim berishga sizda juda ham katta xohish bor. Bu xohishimni sizga amalga oshirishda yordam berishim mumkin. Agar boya aytgan narsalarimni hammasini risk kamaytirgan holda meni yordamim bilan yuqoriroq natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, men siz bilan ishlashga, hamkorlikka ochiqman. Birga ishlab, birga natijalar qilishimiz mumkin.
Bu qanaqa tartibda bo'ladi? Sizga kurs yaratishingizdan tortib to sotuv yopilguncha jarayonda mentorlik qilaman. Ya'ni hozirda mentorliklar bor. Bilsangiz $3000, $5000 sotishadi. Shu aynan kurs sotish bo'yicha, zapusк qilish bo'yicha faqat nazariya. Men sizga ulardan unikal tarafimni aytaman. Siz o'zingizni proyektingizda men o'rgatgan narsalarni qo'llaysiz. Ya'ni proyektingiz ustida turib men mana buni qilasan, bundan keyin buni qil, yo'q bu o'xshamaydi. Xuddi shunaqa qilib turib aytib mentor bo'lib turaman. Kurs yaratish, syomka montaj, auditoriya yig'ish, Instagram, YouTube, Telegram yurg'izish, sayt ishlab chiqish, darslari qiziqarli o'tkazish uchun gamifikatsiya qanaqa qilsa bo'ladi, kurator nazoratini botlar orqali qanaqa qilib turib avtomatlashtirish mumkin, sotuv, target kreativ ssenariylarini, target yoqishi hamma etapda men sizga yordam beraman, agar birga hamkorlik qiladigan bo'lsak. Va bu hamkorligimni to'lovi bor, narxi sizlar o'ylagandan ancha arzon. Narxi atigi $500 bo'ladi. Bu onlayn tarzda bo'ladi. Agar siz Toshkentda bo'ladigan bo'lsangiz, bu offlayn tarzda bo'ladi. Ya'ni men siz bilan ko'rishib, sizni produktingizni sotishga yordam beraman. Hammasi amalda bo'ladi. Ya'ni o'zingiz amalda qo'llab ko'rasiz. Bir marta men siz bilan qatnashdim, o'rgandingiz, keyingi etapda o'zingiz bemalol o'sha o'zingiz xohlagan sotuvlarga chiqa olasiz. O'zingiz bemalol zapusк qilishni o'rganasiz. O'zim mentor bo'laman. Strategiya tuzishda qatnashaman. Ya'ni strategiya tuzishda, to'g'ri strategiya tuzishga sizga yordam beraman. Ma'naviy podдержка qilaman. Ya'ni ko'pchilik odam sohaga kirgandan keyin unga ma'naviy podдержка kerak bo'ladi. Chunki sotuvlar ba'zida o'xshamaydi, stress katta bo'lishi mumkin. O'sha joyda u odam tashlab chiqib ketmoqchi bo'ladi. Lekin men sizga yo'q, tashlab chiqmaysan, bunaqa qilasan, bunaqa qilasan deb sizni podдержка qilib, o'sha natijaga chiqquningizcha motivatsiya bilan ta'minlab turaman. Shuningdek, vazifa beraman. Eng asosiy narsalardan biri bu. Har doim vazifa berib, o'sha narsani qildirishga harakat qilaman. Nazorat qilaman, qilgan ishlaringizni kontrol qilib turaman. Bunda nima bo'ladi? Siz qanaqa jarayondasiz? Deadline'ga qanaqa darajada amal qilyapsiz? O'shani hammasini men kontrolda saqlab turaman. O'zimning tajribamdan kelib chiqqan holda. Xo'p, mana shu xizmatlarni sizga taklif qilaman atigi $500 evaziga va dastlabki 5 ta meni hamkorimga menda maxsus bonus bor. Bu bonusni olish uchun siz shunchaki mana bu yerda nomerlarim qoldiraman va pastda link ham qoldiraman. O'sha linkdan ro'yxatdan o'tasiz yoki telefon qilasiz menga. 5 ta birinchi hamkorimga maxsus hech kim bermaydigan va hech qaysi mijozimga taklif qilmaydigan meni maxsus bonusim bor. Uni olish uchun shunchaki siz raqamingizni qoldirasiz yoki mana shu yerda berilgan kontaktga aloqaga chiqasiz. Ya'ni o'zimga siz bilan gaplashgan holda bu bonusni sizga tushuntiraman. Darsimiz shu yerda yakunlanadi. Sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuzatishda davom eting.